Bugünümüz Andijondagi 80 metrdagi ishimizni laksga pish jarayoni, tunukalarni bunday qo'yamiz, boshqalarni ko'rgazamiz. 3D fasoli oqqa mokriy, pastdagi mokriyni o'zi diska deb ataladigan fo'qoligi bo'ladi. Tunukalar laksdan oldingi jarayonni shu qildi. Hasadki iloji boricha laks etilmaydi, chunki sepilsa boshda rangi o'zgarib qolish ehtimoli o'ta ko'p. Bilinayotgan bo'lsa farqi bor ozgina oq pulni. Şirinimizi sepiyapmiz. Buyoqi lak sepilgan holati, mana buyoqi sepilmagan holati. Yaltirab, biramiz sifatib qoladi. Devorni dog'iga e'tibor bermasdan kir qo'llar bilan ushlangan holati bu. Qator bo'lgandan keyin kartilda yuvarsa ham bo'laveradi. Boshqalarning ko'rsatlariga bitta to'xtatish ko'rsatmalarimiz qoldi. Yok bolsa yo'qotib vijdon bo'ysunar pulga inson yaxshi shogird ustozim qadriga yetadi kimligini bilib qolgani o'zgarib ketadi donishmandlar shuni bilib aytadi eshak semirsa egasini tepadi qomatingdan akang aylansın. Assalomu alaykum. Mana tashqariga ham lak sepish jarayoniga bo'ldik. Eski holati va yangi Sözlerim hakikat emas safsata kimni qanqiyligil xudo biladi har kimga so'rag'i bor u dunyoda albatta voy 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 qomatingdan akang aylansin voy 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 sonra laklardan juda tegib qoldik. Şu davr o'tar qaytmaydi buni men bilib aytdim bilmagan aytmaydi yomonlikni xudoyim xush ko'rmas yaxshilik qilgin uni tilamaydi
Sen men uchun